Safiyaning yong'oqlik sloykasini tayyorlaymiz. Bunaqa mazaliligini bilganimda har kuni tayyorlardim, qizlar, ishonaveringlar. Chunki sovimasidan уже tugadi. Bolalarim ham o'zim ham mazza qilib issiqqina kapuchinolar bilan yeb oldik, qizlar. Sizlarga ham ilinib retsept oldim. Buning uchun tayyor shunaqa xamirdan foydalandim. Yoyvagandan keyin saryog'ni eritib, shunaqa surib oldim. Uni ustidan yong'oqlarni maydalab, qachondan beri yotadi shu yong'oq yilmasdan shu yong'oqlarni chiroyli qilib sochib chiqamiz. Uni ustidan shakari ko'pgina qilib sepib chiqamiz va xamirimizni 2 yovuchini shunaqa olib kelib bir xilda qilib olamiz va shu ko'rinishda kesib chiqamiz. Hammasini kesganimizdan keyin 2 marta aylantirib burab qo'yamiz. Bo'ldi, qizlar, shunaqa oson retsept. Va tuxum surib ustiga 180 gradusda qizil bo'lguncha pishirib olamiz. Shunda duxovkamni ochsam, somsadan qolgan listim shunaqa qolib ketgan ekan. Bavi boru dedimda, sraza bavi bilan tozalab oldim. Gipoallergenik bo'lgan bavi mahsuloti Germaniyaniki korzinkada uzun marketdan topsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r, gipoallergenik va quliyligi hech narsa qilmaydi. Qarabsizlarki, listim ham top-toza bo'ldi. Bu yoqdan pishirig'im ham pishib chiqdi. Issiqqina kofe kapuchinolar bilan ketadigan ekan u, qizlar, ishoninglar.